Hurmatli obunachilar, videoni ko'rishdan oldin kanalga obuna bo'lib qo'yamiz. Matizlarning puliga sizlarga biror nima qo'shsangizlar, tayyor 2010-yilda ishlab chiqarilgan Spark mashinasini beraveramiz. Mashinamiz 2010-yil, yangi birlik motori bosilgan, hadovoy korobkalariga polni xarajat qilganmiz. Juda ham chiroyli holatda, faralariga ledlar qo'yilgan, old abisovkalari yangisidan qo'yilgan. Mashinani kuzovida melchovka xarajat dilxira qiladigan joylari yo'q. 4 dona yangi pachka balonlargacha qo'yib qo'yganmiz. Kuzovlarini qaranglar, qanaqa chiroyli holatda bo'lib turibdi, yaltirab turibdi mashina. Mana salon holatlariga kelsak, salon holatlari mana lyuks bo'ladi. Rullari gidrolika mashinamizda yaxshi qimmat chexollar, poliglar tashlab qo'yilgan. 241 ming probegda, maytafon kolonka zavodskoy. Xudo xolasa, salon holatlarida ham kamchiliklari yo'q, tayyor mashina. Umuman kamchilik xarajatlari yo'q. Mana orqa tarafdan holatiga kelsak, orqalari ham mana chiroyligina bo'lib turibdi mashinamizni. Orqasida 65 talik temir metan gaz ballonlari bor, zadniy kameralarigacha bor, benzinda ham yuradi mashina. Umuman kamchilik xarajatlari yo'q. Old orqalari butun mashina. Puliga yarasha, narxini ham shunga yarasha men sizlarga arzon narxda qo'yib beraman. Mana motor xonalarini ham ochib ko'rsatib beraman. Motorlariga garantiya beramiz. Akkumulyatorlar yangi qo'yilgan. Hamma joyi zo'r bo'lib turibdi mashinamiz. Umuman kamchilik xarajatlari yo'q. Mashinamizning narxiga keladigan bo'lsak, 57 million so'm narxi, naqd puli borlarga yanada kelishtirib chiroyli narxlarda qilib beramiz. Variantga 15-20 million so'm puli borlarga hech qanday banksiz 1 yildan 3 yilgacha chiqarib beramiz. Bemalol kelib tekshirib baraka qo'ysanglar bo'ladi. Kraska holati 40-50% bor. Old orqalari butun. Bemalol kelib ko'rib tekshirib olsanglar bo'ladi. Tayyor. Videoni Spark izlab yurgan tanishlarga hozirdan jo'natib qo'ysanglar bo'ladi.